Salom Joybox obunachilari, bu safargi obzorimizda Xiaomi'ning aqlli air frityurnitsasi, ya'ni Mi Smart Air Fryer bo'yicha bo'ladi. Ushbu obzordan keyin ovqat pishirish borasida 180 gradusga fikringiz o'zgarishi aniq. Hech bir yog'larsiz yoki ortiqcha kaloriyalarsiz, lekin maksimal darajada mazali taom pishirish mumkinmi? Ushbu qurilma bilan albatta mumkin. Ushbu modelning fishkasi bu uning sodda ishlatish mumkinligida. Ya'ni hammasi tushunarli. Shunchaki kerakli rejimni tanlaysiz, gradusni tanlaysiz va ovqatingiz tayyor. Kelinglar, endi men sizga bunda bor rejimlarni ko'rsatib chiqsam. Hozir sizni bundagi bor rejimlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, buni yoqish uchun mana bu yerdagi sensor tugmani bosamiz. Hani yondi. Demak, birinchi rejimimiz bu ruchnoy rejimda kiradigan bo'lsak, biz o'zimiz qo'ygan taomni temperaturasini 40 gradusdan 220 gradusgacha sozlashimiz mumkin. Masalan, mana 145 gradusda taom tayyorlanishini xohlaymiz. Bosadigan bo'lsak, bizga vaqt 15 daqiqa ko'rsatgan, 1 daqiqadan kerakli 1 soatgacha biz bemalol vaqtni belgilab qo'yishimiz ham mumkin. Va bosadigan bo'lsak, bu ishga tushadi. Demak, rejimlarga o'tish uchun bosib turamiz. Keyingi rejimimiz bu kartofel rejimi, kurinniy, krilichki rejimi bor, ya'ni tayyorlash uchun steak tayyorlashimiz ham mumkin. Bu yerda kare tayyorlashimiz mumkin, baliq, krevetka va hokazo narsalarni bemalol tayyorlasak bo'ladi. Eng asosiysi mana pizza ham tayyorlashimiz ham mumkin. Kiradigan bo'lsak, bizga mana tayyor gradusi va vaqtini ko'rsatib qo'ygan. Shu vaqt oralig'ida bemalol tayyorlab beradi. Keyingisi muzlatilgan taomlarni ham bemalol tayyorlab olsak bo'ladi. Suxofruktlar, yogurt va raspisaniya rejimi bor. Raspisaniya rejimida siz kerakli vaqtni qo'yib qo'yasiz va o'sha vaqtdan keyin bu ishga tushib taomni tayyorlash boshlaydi. Buning uchun mana bu yerga taomni solib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, o'zini nastroykalari mavjud. Nastroykaga kiradigan bo'lsak, Wi-Fi, tillarni to'g'irlash va bu yerda yana qo'shimcha nastroykalarni ko'rishimiz mumkin. Bu qurilmaning menga yoqqan eng qulay tarafi uni smartfon orqali boshqarishingiz mumkinligi. Kelinglar, endi uni qanday qilib smartfonga ulash va uni boshqarish mumkinligini sizga ko'rsatib o'taman. Buning uchun siz Mi Home ilovasini yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Mana kiradigan bo'lsangiz, bu yerda Добавить устройство degan tugmasi bor. Ustiga bosasiz va yaqiningizdagi qurilmani chiqazib beradi. Mana Aerogrill chiqazib berdi. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, bu yerga uyingizdagi Wi-Fi parologinni terasiz. Dali tugmasini bosasiz va u qurilma Wi-Fi ga ulanishni boshlaydi. Qurilmani ham ulab oldik. Bu yerda siz masalan xonani berib qo'yishingiz mumkin. Masalan, dining room, ya'ni ovqatlanish xonasi. Dalini bosamiz. Bu yerda nom berishni bizdan so'ramoqda. O'zi nomi aniq. Dalini bosamiz va mana Aerogrill bizda qo'shildi. Printerni bosib qo'ysak bo'ldi. Bu yerda retsept bo'limida bizga qo'shimcha retseptlarni mana chiqazib beradi taomlar uchun. Masalan, ichiga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda taomga kerakli narsalar va necha grammdan bo'lishi kerakligini ko'rsatgan va tayyorlanishini ham mana bizga ko'rsatib qo'ygan. Запустitni bosadigan bo'lsak, bizga tayyor gradusi va vaqtini ko'rsatib beradi. Kelinglar, endi устройство bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'sha ko'rsatilgan rejimlar bor, mana o'zidagi rejimlar. Masalan, pizza rejimiga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizga pizza tayyorlash uchun kerakli temperatura va vaqtni ko'rsatib qo'ygan. Masalan, temperaturani 150 gradusdan 170 gradusgacha qilishni maslahat bermoqda. 160 qo'yamiz. Masalan, vaqtni 15 daqiqa emas, 18 daqiqa qo'yamiz. Va nachat tugmasini bosadigan bo'lsak, bu qurilma ishga tushadi. Raspisaniya tugmasini bosadigan bo'lsak, biz vaqt berib qo'ysak, o'sha vaqtdan keyin qurilma ishga tushishni boshlaydi. Masalan, nachatni bosamiz. Mana qurilma avtomatik ravishda ishga tushdi. Ishlashni boshladi. Buni to'xtatish uchun birinchi bo'lib bu yerda konets tugmasini bosamiz va konetsni bosib qo'yadigan bo'lsak, qurilma to'xtaydi. Bu frityurnitsamiz dizayn borasida juda ham chiroyli va minimalistik qilib ishlangan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda shunchaki ochish uchun ruchka va oldi tarafida sensor panel joylashgan.
Hamma kartoshka friyni yaxshi ko'rsa kerak, ayniqsa bolalar. Lekin kartoshka fri zararligini bilarmidingiz? Uning zararli tarafi kartoshkada emas, balki u qovurilayotgan yog'da. Ya'ni biz kartoshka friyni ko'pincha fast foodlarda olamiz. Lekin fast foodlarda qovurilgan yog' almashganmi yo'qmi bilmaymiz. Kartoshka frining tarkibidagi yog' esa bizning sog'lig'imizga juda ham katta zarar yetkazadi. Hozir men sizlarga kartoshka friyni yog'larsiz tayyorlash mumkinligini ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Muzlatilgan kartoshka friyni hozir yog'larsiz tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib qurilmani ishga tushirib olamiz va o'zimizga kerakli rejimga o'tkazib olamiz. Taom solinadigan joyni ochamiz va u yerga kartoshka friyni yoyib tashlab olamiz. Undan keyin joyiga joylashtiramiz. Ana endi kerakli rejimni ishga tushiramiz va kerakli grammni qo'yib olamiz. Bu holatda bizda 300 gram ishga tushirdik. E'tibor bering, taom tayyor bo'lgandan keyin 30 daqiqalik o'zini o'zi isitish rejimiga o'tib oladi. Ko'rib turganingizdek, kartoshka friyimiz tayyor. Ko'rinishidan juda ham mazali. Mana ko'rib turganingizdek 15 daqiqada mazali qilib bizga friyni tayyorlab berdi. Eng asosiysi hech qanaqa yog' qo'shmadik. Ana endi buni tatib ko'ramiz. Juda ham xrustyashi, juda ham mazali qilib tayyorlab bergan. Shunchaki tuz qo'shsangiz bo'ldi. Ana endi qisqacha ishlash rejimini sizga tushuntirib o'taman. Demak, ovqat pishirishni boshlaganingizda mana bu yerdan havo tortishni boshlaydi va issiq havo bosimi ostida sizni ovqatingizni pishirishni boshlaydi. Demak, issiq havoni esa tagidan tortib turib, mana bu orqadagi yerdan chiqazib yuboradi va shu bilan sirkulyatsiya aylanadi va taomingiz tayyor bo'lishni boshlaydi. Agarda siz ortiqcha bosh og'riqlarsiz, uning ustiga mazali va foydali bo'lgan taomlarni iste'mol qilishni xohlasangiz, unda sizga mana bu qurilmani xarid qilishni maslahat beraman. Shunchaki oshxonangizda ozginagina joy ajrating va taomlaringizni bir pasda pishiring. Agarda ushbu frityurnica bo'yicha obzorim sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha